Assalomu alaykum. Ushbu videomizda klassik to'plami haqida bo'ladi. Ya'ni bu to'plam o'rtadagi sifat va narxni muvozanatini saqlab turadi. O'zingizlar bilganingizdek, O'zbekiston iqlimida mashinalarda chang, kir, loy shunga o'xshagan narsalar ko'p yig'iladi va bizning poliglarimizda himoyasi qanaqa bo'ladi? Misol uchun tosh va qum yig'ildi deylik. Bu poligimizda mana misol uchun ko'rib turganingizdek, yacheykani ichlariga chang kirlar yig'ilyapti. Xo'p, kundalikda foydalanishga juda ham qulay. Ko'rib turganingizdek, mana bu temiri asosiy komplektda bo'lmaydi. Bu alohida aksessuar tarzda hisoblanadi. Buni qo'shimcha sifatida qo'ydirib olsangiz bo'ladi. Xo'p, xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, 120 kg bosim ostidagi og'irlikka chidamliroq bo'ladi, ya'ni bu poligimiz. Ya'ni bunda bosib, misol uchun qayirib tashlaydigan bo'lsangiz ham, poligimizda hech qanaqa yoriq, treshini shunga o'xshagan narsalar bo'lmaydi. Qalinligiga keladigan bo'lsak, 10-11 mm qalinlikda bo'ladi bu poligimiz. Agar sizga klassik poliglarimiz qiziqtirgan bo'lsa, mashinangiz modelini yozib qoldirsangiz, sizga to'g'ri keladigan to'liq to'plamni tanlab beramiz.